Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugun navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Uchrashuvimizda kredit bo'yicha savollariniz bo'lsa bersanglar bo'ladi. Hisob raqamlar bo'yicha ham bersanglar bo'ladi. Kreditlarning tartiblarini ham tushuntirib o'tamiz. Kimda savollar bor? Birinchi savol. Demak, shunda bizlarga masalan oilaviy korxona qanday kredit turlari bor masalan? Mahalla yaqindan beriladimi? Oilaviy korxona bo'lmaydiki. Qanday turlar bor? Tushuntirib bering qancha haqida? Har bir oila tadbirkor davlat dasturida ajratilgan kredit bor. Mahalladan tavsiyanoma olib kelasiz. Uni jismoniy shaxslarga 33 milliongacha beriladi, yuridik shaxslarga 300 milliongacha beriladi. Mahalladan shu yo'nalishingiz bo'yicha olib kelsangiz, bundan platformasini oila kredit uzdan tavsiyanoma berasiz. Eningiz bilan. Platformadan, Platformadan.